Keling yog'lar haqida gaplashamiz. Ya'ni lipids, biomolekulalarimizda uchinchisi lipidslar haqida gaplashamiz. Lipids are fats. Bular yog'lar hisoblanadi, including oils, yog'lar, suyuq yog', qattiq yog'lar, sar yog'lar, bularning hammasi lipidlarga kirib ketadi. Funksiyasi energiyani saqlash, energy storage hisoblanadi. Energy storage, reserve the energy source, cell membrane component. Undan tashqari ular hujayra membranasining asosiy tarkibiy qismi. Bilamizki, xolesterol bor, masalan, hujayra membranasida. Fosfolipidlar bor, ular ham hammasi lipidga kiradi. Undan tashqari insulation, himoya qilish, tashqi ta'sirdan, sovuqdan. Cushioning protects organs and maintains body temperature. Ba'zi bir organizmlarda umuman olganda temperaturani saqlab berib turadi tanasida. Monomeri gidrokarbon hisoblanadi. Monomeri nima lipidlarni desa, gidrokarbon hisoblanadi. Ya'ni karbon hamda hidrogendan iborat bo'lgan unit. Two hydrogen atoms bonded, carbon bonded to two hydrogen atoms. Strukturasi hydrocarbons linked to form the long chains. Gidrokarbonlar bir-biri bilan birikib uzun zanjirni hosil qiladi. Uni gidrokarbonlar bir-biri bilan birikyapti va uzun zanjirlar hosil qilyapti va davom etib ketaveradi. Va bu lipidlarning asosiy strukturasi. Hydrocarbon chains vary in length, ular har xil uzunlikda bo'lishi mumkin, 12 dan 24 tagacha karbondan iborat bo'lishi mumkin. Lipidlar hydrophobic non-polar bo'ladi. Hujayra mavzusida ham buni gaplashgandik. Hydrophobic bu non-polar, do not mix with water. Yog'larni suvga qo'shsangiz, yog' suvdan ajralib qoladi. Bu degani yog'lar hydrophobic, suvni o'zidan itaradi, suvdan nafratlanadi, suvni yomon ko'radi. Masalan, oil and water separate when mixed qo'shilganda bir-biridan ajraladi, suv bilan yog'. Key lipid types in the body. Tanamizdagi asosiy lipid turlari qaysilar? Bu triglitseridlar birinchi vakillardan biri. Bu asosiy bizada yog'ni saqlab turuvchi yog'lardan tanamizda. Fosfolipidlarimiz bor. Bu hujayra membranasining tarkibiy qismi hisoblanadi va xolesterol. Cholesterol essential for cell membranes and hormone production. Xolesterol bizada gormonlar hosil qilishga yordam beradi. Undan tashqari hujayra membranasining asosiy yog'lardan biri hisoblanadi. Hop, mana xolesterol molekulasini formulasini ko'rishingiz mumkin. Fosfolipidlar bu hujayra membranasida bo'ladi, buni bilasiz. Va ko'p uchratgansiz va bu triglitseridlar. Hop, fosfolipid bilayer mana ko'rishingiz mumkin. Fosfolipid bilayer, bu yerda xolesterollarni ko'rishingiz mumkin, fosfolipidlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi va bularning barchasi cell membrane joylashgan, hujayra membranasida joylashgan. Triglitseridlardan boshlaymiz. Keling bitta-bitta o'rganamiz. 3 fatty acidslari bor triglitseridlarni. Mana ko'rib turibsiz. Birinchi fatty acid, ikkinchi fatty acid, uchinchi fatty acid molekulasi mavjud. 1 glycerol molecule va bitta glitserol molekulasi mavjud bo'ladi. Bu bizada glitserol molekulasi, bu bizada fatty acid molekulasi hisoblanadi. Ya'ni 3 ga 1 nisbatda bo'ladi glitserol bilan fatty acid. Primary dietary fat, ya'ni most consumed fats in the triglycerides. Biza eng ko'p iste'mol qiladigan yog' turimiz bu triglitseridlar hisoblanadi. Energy storage body stores fats in this form for later use. Keyinchalik energiya sifatida g'amlab qo'yiladi organizmda. Hop, glitserol va fatty acids. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda glitserol molekula va 3 ta fatty acid molekulasini ko'rishingiz mumkin. Triglycerides o'shani tushunamiz. Triglycerides degani 3 fatty acids degani 3 ta fatty acidlari bor degani. Ya'ni yog' kislotasi bor degani, 3 ta yog' kislota. Fatty acid degani 3 ta yog' kislotasi bor, bitta glitserol molekulasi bor degani. Xo'p, mana shu narsa. Strukturasi fosfolipidlarga keldik. Demak, similar to glycerides but with one fatty acid replaced by phosphate group. Bu ham xuddi ko'rib turibsiz, struktura jihatidan triglitseridlar bilan fosfolipidlar bir-biriga o'xshaydi. Faqatgina triglitseridlarda 3-chi fatty acid ham bor, lekin fosfolipidlarda 3-chi fatty acid yo'q. 3-chi fatty acid o'rniga bizada phosphate group bor. Phosphate group egallagan 3-chisini. Buni bilish juda ham muhim. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Bu hujayra membranasi fosfolipid bilayer, bu birinchi qavat fosfolipid, bu ikkinchi qavat fosfolipid.
Xo'p, bitta mana ikkita fatty acidni ko'rishingiz mumkin va bizda bitta fosfat guruh mavjud bo'ladi. Doimo fosfat guruhimiz mavjud va bu yerda glitserol bo'ladi. Glitserol. Bu yerda ham ko'rgandingizlar bilan mana glitserol molekulasi triglitseridlarda ham bor edi. Bu yerda ham glitserol molekulasi, fosfat guruh, glitserol molekul, fosfat glitserol molekul. Bu aniq strukturasi shunaqa tarzda bo'ladi. Fosfolipidlarning. Yana ham yaqinroq tushuntiradigan bo'lsam, bizda glitserol bitta bo'ladi, fatty acid birinchisi, ikkinchi fatty acid qavati va fosfat guruhimiz mavjud bo'ladi. Va polar guruhimiz bor, ya'ni qutbli, chunki bizda chunki head bizda polar bo'ladi. Polar guruhimiz ham mavjud. Hydrophilic head va ikkita hydrophobic taillari mavjud bo'ladi. Bu phospholipid bilayer membrane. Okay? Mana shunaqa tarzda. Fosfat guruh bizda hydrophilic polar bo'ladi, suv bilan yaqin, suv bilan reaksiya bo'ladi, ya'ni suv bilan tegib turadi. Similar to triglycerides, bu haqida gaplashdik. Fatty acid taillarimiz bor, ular hydrophobic. Mana bu qism bizda hydrophobic, suvni o'zidan itaradi. Non-polar hisoblanadi. This dual nature makes phospholipids amphipathic. Bularda ham hidrofilik strukturani, ham hidrofobik strukturani bo'lishi amfipatik deb ataladi. Bu juda ham muhim. Bitta molekulaning tarkibida ham hidrofilik guruh bo'lsa, ham hidrofobik guruh bo'lsa, bu amfipatik deb ataladi. Bu juda ham muhim. Both polar and non-polar regionlari mavjud. Xo'p, polar phosphate heads face the water, which is hydrophilic. Non-polar fatty acid inward, which is hydrophobic. Lipid bilayerimiz bor, bizda two layers of the phospholipid form the lipid bilayer. Xo'p, mana bu yerda ko'rib turibsiz lipid bilayerda. Funksiyasi forms the cell membrane. Fosfolipidlar hujayra membranasini hosil qilib beradi. Providing structure and regulating movement of substances. Nima kirib chiqishini ta'minlab turadi, strukturasini belgilaydi hujayrani. Essential for cell integrity. Hujayrani butunligini ta'minlab beradi va bitta hujayrani ikkinchi hujayra bilan o'zaro aloqasini ta'minlab berish vazifasi fosfolipidga yuklatilgan. Xolesterol haqida gaplashadigan bo'lsak, xo'p, boshqa lipidlarga qaraganda xolesterol bizda gidrokarbon ringi mavjud, ya'ni zanjir shaklida bo'ladi, ring shaklida mavjud bo'ladi. Bundan oldin ko'rganimiz strukturalarni ko'rdingiz, qanaqa strukturada bo'lishini. O'zgacharog'i xolesterolda ular ring shaklida, mana shunaqa zanjir shaklida bo'ladi. Shunaqa shaklda bo'ladi. Found only in animal cells. Faqat hayvon hujayralarida mavjud. Within cell membranes. Hayvon hujayralarida hujayra membranasining ichida joylashgan bo'ladi. Alongside fosfolipidlar bilan birgalikda. Bu yerda ham boya zo'r illyustratsiyani ko'rdik. Manaki fosfolipidlarimiz ham mavjud va bu fosfolipidlarning orasida bizda xolesterol mavjud. Ya'ni hujayra membranasining asosiy tarkibiy yog'laridan biri. Funksiyasi homogenda xolesterolni birinchisi hujayra membranasiga stabillik berib turadi, qattiqlik berib turadi, tashqi ta'sirlardan himoya qiladi. Membranani homogenda butunligini ta'minlab turadi hujayra membranasini. Undan tashqari xolesterol steroid gormonlar ishlab chiqaradi. Precursor for estrogen ishlab chiqaradi, testosteron ishlab chiqaradi, progesteron ishlab chiqaradi. Demak, estrogen, testosteron, progesteron ishlab chiqarish vazifalarini bajaradi xolesterol. Hamma bizda steroidni gormonlar, progesteron, estradiol, testosteron, homogenda hammasi bizda o'sha xolesteroldan hosil bo'ladi va molekulasi ham ko'rib turibsiz, bir-biriga xolesterolga juda ham o'xshaydi. Xo'p. Undan tashqari xolesterol bu sog'liqqa ahamiyat haqida gaplashsak, bizda tanamizda ikki xil xolesterol bor, Bu HDL, high density lipoprotein. Mana high density lipoprotein HDL. Bu bizda yaxshi xolesterol hisoblanadi. Tanamizda undan tashqari bad cholesterol bor. Bu low density lipoprotein va bular LDLlar deb ataladi. Demak, HDL va LDL. Va bu yerda LDL bo'lish kerak edi. LDL low density lipoprotein. Demak, good cholesterol HDL bu high. O'zi umumaganda xolesterol tanada yuradi.
mana qon tomir bo'ladigan bo'lsa, qon tomirning ichida xolesterol yuradi. Xolesterol o'zi yurmaydi, u oqsilga birikib yuradi. Oqsillar bilan birikib yurishi bu lipoproteins deyiladi. Ya'ni lipid va oqsillar yig'indisi lipoproteins deb ataladi. Lipoprotein shaklida bo'ladi. Hop, good cholesterol bu high density lipoprotein, zichligi yuqori bo'lgan lipoprotein helps remove excess cholesterol. Tanamizdan good cholesterolimiz o'zi umuman HDL bizada tanamizda ortiqcha xolesterin bo'lib ketadigan bo'lsa, o'shani chiqarib tashlash tanadan vazifasini bajaradi. Bad cholesterolimiz esa bizada low density lipoprotein, bular zichligi past bo'lganlar associated with cardiovascular disease. Agar ular LDL bizada oshib ketadigan bo'lsa, har xil yurak qon tomir kasalliklariga sabab bo'ladi. Aterosklerozning to'planishiga, qonni kerakli joylarga borishiga, to'sqinlik qilishiga, insult, infarktga olib kelish xavfini oshirishiga olib keladi. Recommended LDL level, LDL'imizni doim tekshirib yurishimiz kerak va u doim 100 mg per decilitrdan kam bo'lishi kerak. Agar oshib ketadigan bo'lsa, maxsus dorilar yordamida yoki shifokorga murojaat qilib tushirishimiz kerak bo'ladi. Lower for this with heart conditions. Agar yuragida muammo bo'layotgan bo'lsa, uni tushirishimiz kerak bo'ladi LDLda. Va bu savollarga javob berishingizni so'rab qolaman. Xayr, salomat bo'ling.